Hammaga assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan men bugun Kaster. To'g'risi skinim yo'q, lekin biza bugun Minecraftni previewda ko'rib turganinglardek Minecraftni juda ham tez o'tamiz obunachilar. Sizlar tayyor bo'lsanglar biza boshladik. Qani короче bizani narsamiz mana shu atrofda bo'lish kerak edi. Tay hozir qidirib ko'ramiz. Mana bo'ldi, ko'rdim. Qani endi borib ko'ramiz. Xo'p, qani va ichida hozir ko'rasizlar obunachilar, sizlar hayratdan lol qolasizlar. Va ichida mana bular oddiy emas va bularni olsam ko'rishingiz mumkin ularning sehri qanchalik kuchli. Va bizga qandaydir kitob, lekin bu kitob bizga kerak emas. Shuning uchun bu kitobni tashlab ketamiz va kiyimlarni, zilxarni narsalarni olib to'xtay. Oyoq kiyim qani? Oyoq kiyim inventarimda qolib ketibdi. Qani bo'lmasam kiyimlarni kiyib oling. Kiyimlar la'nat sehrlangan, chunki bu kiyimlarni endi qayta yechmayman. Nega desanglar, kiyimlarni yechishim kerak emas. Shart ham emas. Boshqa kiyimga almashtirgan ham. Tak. Biz endi shinaqon uchib, olmos qidirib, temir qidirib, temir narsa yasash shart emas. Bizga shunchaki lava ko'li kerak. To'xtanglar, menga birinchi o'rinda sigir topishim kerak. Sigirdan mana bu looting sehri 32767 raqamli looting bilan meni bitta sigir o'ldirib qo'ymoqchiman. Qani bir sigir qidirib topib ko'raylik. Sigir bitta o'ldirish ichidan necha stak narsa tushadi bilmadim. Mana bo'lmasam sigirni topamiz va sigirni topdim. Qani bu yoqqa kecha sigirjon. Xo'p, sana hozir og'ritmasdan joningni olaman. Oppa, deyarli 3 stak. Yaxshi, yomon emas, lekin bizga 2 stakni o'zi ham yetib ortadi. Shuning uchun hozir bu yerdan ketamiz. Bu tekstura pak negadir menga juda ham yoqib qoldi. Har doim shu bilan o'ynayman deyman. Unda bo'lmasam biz hozir nima topishimiz kerak? Lava ko'li yoki lavani o'zi. Mana qaraylik, kirka qanaqa sindiradi. Ham kirkada nimada shokvey kasani, ya'ni silk touch. Buyuk bir bola короче, o'shanga sehrlangan rudalar tushmaydi. Mana hozir qarab turibdi, rudan ko'rsam masalan. Rudadan qassam, mana qaranglar. Rudadan kelaman. Bitta rudani oldiga borib, bitta qassam, rudani o'zi tushadi. Hech qanaqangi uni masalan ko'mir qassam, ko'mir rudasini o'zi tushadi, ko'mir o'zi tushmaydi. Bo'lmasam biz hozir konga tushishimiz kerak. Konga tushish uchun bo'lsa, hozir to'xtaylik, biz ozgina daraxt chopib olaylik. Daraxt bizga juda ham kerak bo'ladi. Qara, juda ham tez siniradi bolta. Qani bo'lmasam, hozir 6 ta daraxt ishimizdan yetib ortadi. Qani 6 ta daraxtni 24 ta yog'och va bo'ldi. Cho'pni nega yasadim bilmadim, lekin hozir men konga tushishim kerak. Tak, qanaqa konga tushsam bo'ladi? Ha, tinch. Menda lapata bor va kirka bilan butun tog'larni vayron qilib tashlasam bo'ladi. Qaraylik kovlashini. Bu juda ham tez kovlaydigan kirka. Juda ham tez kovlaydi. Agar qarshi bo'lmasanglar, o'zimga night vision effektini berib yuborsam. Men ko'mir babirmanda tushmasa, ishlarga yaxshiroq ko'rinish uchun men night vision effektini o'zimga berib oldim. Va ketdi, bo'ldi. Xo'sh, qani endi kovlashni davom ettiramiz. Menga loy nima keragi bor? Menga g'or kerak. Bir necha metr pastda loy tursa, qanday g'alati tutiladi. Qani, hech narsa yo'q. Konni ham topish bir ahvol bo'ladi deyman-da. Tak, diorit, andezit, gipazit, bir nimalar короче, silikon. Yo, bu konni o'zi adashmasam, shuncha bitta urib qaranglar obunachilar. Bularga vashcha anaqada qarang, bitta so'ladan. Bitta meni kelib bundan tep qo'yib o'lib qolishadi bular. Shuning uchun men uchun easy bilan o'lmadi, yaramas. Yaxshimi, seni o'zim o'ldiraman. Mana shu boltamda qo'lda jon berdim, o'xshaydi, menga urdi baribir. Qanaqa uradi buni? Yana shu bedrockka bitta minus taraf bor, zombilar 1 metrdan turib meni uradi. Bu eng minus tarafi deb o'ylayman. Tak, hozir biz lavali ko'l qidirishimiz kerak. Tak, lavaga tegib ketmaymiz. Bu yoqda davom bor ekan. Tak, bizga ozgina temir kerak bo'ladi degan umiddaman. Temir kerakligim bizga juda ham, lekin men temir ko'rmayapman. Qani bitta temir topdim faqat. Xo'p, короче, nima qilmoqchisan hozir masalan? Bitta otasan, o'lib ketasan o'zing bekorga. Tak, tepaga chiqamiz va tepadan oppa bitta temir ko'rdim, lekin pastda ham temir bor ekan, unda pastga tushamiz. Oppa, bo'ldi, pastga tushsak bo'ldi. Tak, orqadan otasanlar, lekin hech nima qila olmaysanlar. Nima keragi bor sizlarga, nima foydasi tegadi bilmayman. Tak, xo'p, endi biz hozir bor aytgancha bizga pechka uchun tosh kerak. Tosh bo'lsa tushmaydi. Unda nima qilamiz? Tak, o'yla. Kaster, senda qanaqadir g'oya bo'lishi kerak. Qani, o'yla. Menimcha biz tepaga chiqib yog'och olib berishimiz kerak. Nega desanglar, yog'ochda pishiramiz shekilli. Pechkani lekin
Masalasi shu yog'ochli kirka yasash. Boshqa iloji yo'q bunachilar. Endi biz silikon, lekin men umuman qizig'i yo'q bu silikonni. Shuncha tepaga chiqib ketamiz. Tepaga tezroq chiqamiz degan umidaman, chunki meni kirkam bilan bu umuman qiyin bo'lmaydi. Qani, oppa, qani yana ozgina qoldi. Oppa, biz va nihoyat tashqariga chiqdik. Endi bo'lsa bizga daraxt kerak. Faqat mana shu belgilab qo'yishimga to'g'ri keladi. Yana shu chuqurdan qaytib tushib ketishim uchun. Qani bo'lmasa mana bu daraxtni chopamiz, lekin u daraxtdan tashqari daraxt kerak, chunki bu daraxtning o'zi yetmasiga katta ehtimol bilan yetmaydi. Qani bo'lmasa chopamiz va oppa, qani endi yana bitta daraxt kerak bizga. Uni uzoqdagi daraxtni men chopganman, mos to'xtab turinglar, inventorim to'la musor bo'lib ketibdi. Hammasi shu zombilardan tushgan. Bittasi ham menga kerak emas. Qani hammasini tashlab yuboramiz. Tepadagilar ham kerak emas. Endi bo'lsa borib uni daraxt chopganmanmi yo'qmi shuni eslolmayman. Tak, qani borib qarab ko'raylik, balkim chopgandirman. Yana bilmadim. Yo'q, chopmagan ekanman. Shu borib chopib yuboramiz. Oppa, bo'ldi. Bu boshqa gap. Endi bo'lsa boyagi joyimizni topishimiz kerak. To'xtaylik, daraxtni chopib ketaylik-da. Boyagi joyimni yo'qotib qo'ygan baribir. Shu daraxt chopamiz, keyin ketamiz obunachilar. Azizim, bu daraxt juda ham ko'p vaqtga yetsa kerak. Yana bilmadim. Tak, oldik. Va bo'ldi, bu daraxtni chopib oldik, lekin to'liq emas. Endi bo'lsa boyagi joyimizga qaytamiz. Xo'p, endi bu kondan bizda lava ko'li qidirishimiz kerak yoki lavani o'zi. Umuman farqi yo'q. Qara, sizlarga savol, nima ma'no hozir meni urib? Ko'rib turibsizlar, qanaqangi zirhlanganman. Bular umuman miyasi ishlamaydi. Tak, xo'p. Endi bo'lsa biz hozir nima qilishimiz kerak edi? Ha, lava ko'li qidirishimiz kerak edi. Qani bo'lmasam lava ko'li. Tak. Shuncha hayvon, shuncha maxluqlar. Nima keragiga bor sizlarga bilmasam. Urolmaydi ham, jonimga ketkazolmaydi bular hattoki. Nima qizig'i bor bularga meni urib bilmayman. Va boyga rejam aytganimdek, menga cho'p va kirka yasashim kerak. Yog'ochdan qanchalik achinarli. Shunchalik nezirit narsalarda turib, men yana shu yog'ochdan narsa yasayman. Qanchalik achinarli deb bo'lmaydi, to'g'rimi? Qani bo'lmasam, tak. Mana uni o'chirib qo'yamiz va yog'ochcha, kirka va tosh. 8 ta tosh qo'llashimiz kerak. 8 ta tosh o'zi yetib ortadi. Nima? Tushunmadim. Oltin qayerdan chiqdi? Oltin nima topmaganmi, lekin yopay, nimaga hamma ko'lagan joyimda suv chiqib kelyapti. Yana 2 ta dona yana yetmayapti. Men tushunman, nima bo'ldi, suvlik kon bormi? Har bitta ko'lagan joyimdan suv chiqyapti kallingga, qolay. Va men nihoyat pechka yasasam bo'ladi. Oppa, biz va pechka yasab pechkani olib qo'yamiz va ichiga taxta tiqamiz. Temir va 18 ta taxta yetib borsa kerak. Endi bo'lsa bularni erishini kutamiz. Va nihoyat erib bo'ldi. Bu boshqa gap. Endi bo'lsa o'zimizga chela yasab bironta bitta joydan borib narsa olib kelishimiz kerak, nima edi? Suv olib kelishimiz kerak va lava ko'l topish qoldi. Va obsidian yasab yo'qdan sursak bo'ldi. Eng asosiysi biza dragonni o'ldirishimiz shart. Bizning maqsadimiz shu. Video juda ham qisqa bo'ladi deb o'ylayapman, lekin men buni qidirishlarimdan video unchalik qisqa bo'lmasa kerak. Yo'qolib turib yo'qdan qani bo'lmasa to'xtaylar. Suv olishingizdan chiqdi. Va oldik suvni. Endi pastga tushib creeper yo'q portlatmaymiz. Creeper bizga qizig'i yo'q, lekin zombilarni qo'rqib ketish kerak. O'zi mazgiga o'xshab orqadan yuradi faqat. Creeper va portla. Oppa, malades. Jonim olomadinglarmi? O'ta lavaga tegdim demadim senga bo'ldi. Qani tak qidiramiz. To'xtaylar, meni kirkam bor-ku. Ketdi, onasini hamsan. Ketdi. Loyga nima bor-ey? Ketdi, naqasi. Yana loy chiqadi. Bu konga nima bo'lgan? Hoppa, ametist g'ori. Men ametist g'ori topdim, lekin kon topa olmadim. Ametistlarni uxlatamiz. Aytgancha menda axir shokbek kasaniyaku, mayli. Bularni uxlatamiz. Tak, olishdan foyda yo'q, shuning uchun bu yerda surishimiz kerak. Yana menimcha ko'limiz to'xtaydi. Men inventarim to'lib ketibdi, shuni tozalab olaydi. Negadir har ko'laganimda bir staklab to'lib o'tish toshlar.
mayli, yo'qol. Kerak emas. Tashlab yuboramiz va ketdi yana ko'rashishga. Bu tushunmadim, bu olamga nima qilgan? Hali biron marta opa lava, demak mana shu atrofda kon bor. Endi o'ylab turdim, kon voy, shuncha gravin nimaga kerak? Men tushunmayman, shuncha gravinni boshimga uramanmi? Tak, hop. Boltaga nima bor? Opa, kichkinagina bo'lsa ham g'orcha, lekin eng asosiysi mana bu yerga bu yoqqa emas. Mana bu yerga obsidianlar menga yetadimi eng asosiysi. Tak, o'tkazamiz, tak tosh qo'yib, endi bitga suv qo'yib obsidian qo'yamiz. Bitta sindirganim yaxshi, agar poni sindirib tashlasam, hozir hamma obsidianlar yonib ketishi aniq. Va tayin. Va menda bo'ldi 10 ta. Keraklar 14 ta qilib qo'yamiz shuni. Tak, buni qo'yamiz. Va yana bitta mana bundan qo'ysak bo'ldi. Qani endi bizda 14 ta endi qatada to'xtaylar. Sum qani? Sumat qolib ketibdi. Tak, suvni olib kallavaram bo'ldi. Oldik suvni. Qani endi bu yerdan to'xtayam yopish kerak. Yopilava bo'ldi. Nima qilaman men o'zim yo'lim to'sib. Qani qo'limiz ketdik bo'ldi, lavaga tegmasdan normalniy joy qidirib, portal qurib ketishimiz kerak. Aytgancha portal qurishim uchun menga jajigalka, anaqa yondirgalka kerak-ku. Bu yoqda men ko'raman, skelet o'ldi. Men bolta to'ldirayotganim sababi looting sehri bilan 1 tonna loot tushishi mumkin skeletdan, ya'ni o'q tushishi mumkin, kamon ham butundan tushishi mumkin. Shuning uchun bolta bilan o'ldiraman. Mana uni ham zabramga teg bo'ldi. Tak, bu yerda nima bor va zombi bor. Zombilar negadir juda ham ko'p ekan bu yerda. Bu yerda ham bor ekan zombi. Bu yerda ham bor ekan. Bo'ldi, tupik. Bizani aldashdi. Endi bu yerda joy ochishimiz kerak biza. Portal to'xtaylar. Va biza tepada konmi? Kondan tushda tashlasam manami. Menimcha kon sakrab chiqib. Sakray, nanoqmisan? Bo'ldi. Tepada juda ham katta kon borga o'xshaydi. Shunga chiqib qolamiz shaqqa. Qani? Oppa, normalniy katta kon ekan, ham moblarga to'la ekan. Qochinglar, sizlar bilan urushim kelmayapti. Hozir 1 tonna loot tashlab berasizlar, menga musor qilib hamma yoqni. O'z inventarim to'la musor bo'lib yotibdi. Hammasini tashlashim kerak. Kerak tezroq tashlash kerak. Bular umuman kerak emas. Yana keldingiz ham. Tak, yana nima kerak emas? Toshlar hozircha unchalik kerak emas. Obsidian kerak, uni tashlab olmaymiz. Va bo'ldi. Endi ketishga katta slime, samana ushmaylik hozir. Bitta uraman, chochilib ketasan oltita bo'laga. Oppa, lavali ko'l, juda kattasi. Shunaqa ko'ldan kutgandim. Nayloj kichkinasiga uchradim. Mayli, bu yerni kattalashtiramiz, shu yerda qurib yuboramiz portalni. Tak, bu yerni kattalashtiramiz. Tak, bu yerda va mana bu yerda. Bo'ldi, menimcha ana shunday joy yetadi va 14 obsidianni olib nima qilamiz? Portal qurilishini boshlaymiz. Sizlarga sog' bo'lding. Mana hozir nima ma'no topasizlar? Biron ham sindira olmaysizlar, papir. Bu aqas Nezeri TV biraniya. Qani, va nihoyat jajikalga ketdi. Kallang oyog'im qaysi bitdingni bashiringni buzib qo'yaman hozir. Yop qo'ydi hozir bo'lsa kirguncha ming to'q otib, ming marta meni chalg'itishadi. Va nihoyat biz Nezerdamiz. Nima bo'pti? Kallangsan oyog'im. Ey, kallangga nima bo'lib ketyapti? Tushunmayman. Oyoq kiyim yo'q. Unda soul speed bor. Yo'q, yo'mayo. Oyoq kiyim ham yechib bo'lmaydi. Qanaqa voydot chiqish kerak bo'ldi. Obunachilar, sizlarga bitta yomon xabarim bor. Oyoq kiyim yechmaydi va oyoq kiyimda soul speed, ya'ni ruh quma tezligi bor. Yomonam, suvdan ham ayrildim. Lava nimaga kerak? Endi bu yoqqacha bir amallar qurib olishim kerak. Endi men ruh qumaga tegmasligim kerak. Nega desanglar, tushunib turibsizlar obunachilar, nega tegmasligimni. Tushib ketdim, kilometr yashin tezligiga chiqib ketdim, agar ko'rgan bo'lsanglar. Tak, endi portalni bir amallar yig'ishtirish kerak. Tiyib ketish kerak emas, asosiysi mana bu qumga tegish kerak emas. Qani, bir amallab chiqib ketamiz. Bir quramiz anaqasiga. Tak, ishqilib, iltimos tiyib ketmang faqat. Bitta qanito harakat va shotdan turib kosmosga qarab uchaman bo'lmasam. Skelet ham jonga tegdi bor. Har bir dunyoda bor. Enta yo'q har tugur. Tak, bu va bizga nechta yo'q, yana ikkita kerak. Tak, mana buni olamiz, bitta kerak. Mana buni olamiz.
lavaga emas kallangiz sani. Mayli, mana bu yerda ham sal to'g'rilaymiz-da. Qamarlamaymiz, sekin. Yaxshi, tirs bo'ldi. Endi bu yerdan ketishimiz kerak bir amallab. Qatgadir surib olishimiz kerak obunachilar. Mayli, endi bir amallab shu bloklar hammasini ishlatib, end qalagacha chiqishimiz kerak. Sizlar uchun 1 soat, men uchun, sizlar uchun 1 daqiqa, men uchun 1 soat. Men ketdim. Yetib qo'y, bu joyni videodan qirib tashlayman. Tushunmayapman, 2 soatlar qolaman. Qayerda o'zi bu qizil qala qachon chiqadi, men shuni bilmayapman hozir. Qancha joy ko'lab kelganimni hattoki bilmaysizlar. Hattoki chiqish ham yaxshi, bitta chiqish yaxshi bo'lardi. Tak, maza edi. Biz juda ham tepaga chiqib ketgan ekanmiz. Va nihoyat biz chiqdik, lekin bu yerda qizil qala. Va nihoyat qizil qala obunachilar. Men buni qancha payt qidirganimni hattoki tasavvur qila olmaysizlar. Magma ko'pasini mana asabimiz olmaysizlar, chunki men buni 2 soat qidirdim. Va nihoyat topdim. Hammaylar tepaga chiqishimiz kerak endi. Tezroq chiqamiz. Oppa, chiqib oldik. Endi vizir skeleton, saman qanaqadir. Skelet jonga tegib ketding, ishonasanmi? Jonga tegib ketding. Har bitta burch. Sallaga nima bor edi? Mayli, baribir o'lib ketdi o'zi. Menga atiga bitta donagini olib, iltimos, otmay tur, iltimos. Bitta ursam o'lasan bo'ldi. Bo'ldi, ketaman. Kechiringlar, iltimos, ketaman. Buni o'ldiramiz bo'ldi. Nechta sal. Men bularni o'ldirincha o'zim o'lib ketmasam bo'ldi. Ish qilib, faqat o'ran olamiz. Piglilar kerak. Iltimos, sizlar kelmanglar, faqat piglilar mana bunda ushotdilar, menga umuman farqi yo'q, qizig'i yo'q. Mana qo'yib o'ran oldik. Tak, endi bo'lsa pastga musurani tashlashimiz kerak. Tak, kerak emas narsalarning barchasini tashlab yuboramiz. Bularning bittasi ham kerak emas, bu ham kerak emas, bu ham. Bizga bir stak yetib ortib ketadi ham obunachilar. Kamon kerak emas, kamon yana 1 tonna joyda qolish kerak. Kechirasiz obunachilar. Qani bo'lmasa, tak, yana nima kerak emas. Vizir skeleton cherpamaydi, turib hozircha yo'qol botdan jonga tegdilar ishonlaring. Sanga nima kerak? Menga ko'k o'rmon kerak. Ko'k o'rmonni qachon topaman endi bilmayman. Bu yerdan chiqib ketishim kerak tezroq. Orqamdan poylar yotishdi. Burnim etagidan o'tib ketdi. Tezroq qochish kerak shu yerdan kelgandim o'zi. Mana bu yerda chiqamiz, tepaga chiqamiz va ketdik. Suramiz, ketdik. Bu yerda hech nima yo'q. O'tamiz. Bu yerda bo'lsa tepaga yana hamma yo'q tepaga olib chiqaveradi va oxir tupikka taqayturaman. Kallangga oyog'im sallandi. Yo'qotib spamneringga ham sallani. Короче, men mana shunday qasib ketaman obunachilar buni ham. Orqam yopmayman, qo'rqadigan odam yo'q bu yerda. Mana bularni sindirib tashlayveramiz, chunki bizda shokli kasani bor. Kallangga lava bu dunyoda juda ham tez harakatlanadi. Yo'q, ochiq tez. Kallangga mayli. Tez yo'qolish kerak bu yerda. Tez. Endi bo'lsa ko'k o'rmon qidiramiz obunachilar. Sizlar uchun 1 minut, aytganimdek men uchun 1 soat. Obunachilar, men qanchalik qiynalganimni tasavvur qila olmaysizlar. Mana buni qaranglar. Va nihoyat topdim, bilasizlarmi? Nezir har bir teshigida bo'lib chiqdim, hattoki bilasizlarmi? Bastion topdim, hamma narsani topdim, lekin videoga ola olmadim. Afsus, videoga olish esdan chiqibdi. Tak, endi bo'lsa biz bu o'rmondan enderman qidirib topishimiz kerak. Qani enderman qayerdadir bo'lish. Oppa, 2 ta enderman spam bo'libdi. Bittasi ketdi, ikkinchisi o'zi yetadi. Oppa, 1 tonna enderman barbarat. Bizga 2 stakka o'zi yetib ham ortib ham ketadi. Bizga 1 stak anaqa. Va nihoyat biz bu yoqdan ketsak bo'ladi. Portal quramiz va suramiz bo'ldi obunachilar. Bu nezirli yelkanmi? Chuqurroq ko'rsin. To'xtab tur. Men tushunmadim, men nega qurib tashlaman? 14 ta maska obsidian. Mana chetidan olishga to'g'ri keladi. Tosh qo'yamiz, quramiz va mana tosh qo'yib, bu yoqqa 2 ta blok qo'yib bo'ldi. Mana bittasini olib qo'yib yuboramiz. Portalni yoqamiz va ketamiz obunachilar. Va nihoyat men bunaqa do'zaxli joylardan qutuldim. Eng qiynagan sarguzasht bo'ldi bu nezirdagi obunachilar. Nima? Obunachilar,
rostini aytaman, men hech qanaqangi cheat ishlatgan bu sindirib bo'lmaydi. Hech qanaqangi cheat ishlatganim yo'q, men bunaqa Trial Chambers'ni topaman deb, lekin ko'rib turganinglardek biz Trial Chambers'amiz. Lekin men bu yerdan hozir surishim kerak, nega desanglar menga bu joy men uchun emas. Hozir bu yerda press spam bo'ladi, aytdim-ku, qanda press spam bo'ldi, qochish kerak. Qo'llaring yo'qmayapsan, bitta yana qochish kerak. Hozir GG qilib tashlaydi mana bo'lmasa, GG bo'laman u. Takda chiqamiz, bu tepa riskga qurib ketaverishimiz kerak bu yerdan, chunki Trial Chambers hozir biza bu qismda Trial Chambersga kiramiz. Va nihoyat Sulikon va biz chiqib ketsak bo'ladi. Lekin biz qayerdamiz? Spawn qani? Tushunmadim. Mayli. Mapga qanaqadir bazacha qilib olamizda. Menimcha biz hozir juda ham uzoq payt portal qidiramiz. Portalli xona, ya'ni Stronghold. Va barcha narsalarni tashlaymizda portalli xonani qidirishni boshlaymiz. Va nihoyat ko'z orqaga qaytdim. Men buni necha yil kutishim kerak edi, bilasizlarmi? Qariyali kartinadagi necha blok yurganimni. Sizlar tasavvur qilsizlarmi? Men qancha blok yurganimni, endi bo'lsa pastga tushib, endi bu portalli xonani qidirish topdi. Topish qoldi. Qana tushamiz, tezroq. Ding'alab tushib tashlaymiz. Jalil chuqurda bo'lmasa bu portalli xona. Tushamiz. Opana. Va nihoyat topdim bu portalli xonani. Ya'ni portalli xonaga olib boradigan xonani. Shunday degan umiddaman. Endi bo'lsa portalli xonani o'zini topish qoldi. Tak, endi qidirish time boshlanadi. Nima bu yo'g'iga? Qidiramiz. 2000 years later. Hatto bu portalli xona 2 soatdan mirqidirman. Har doimgidek hamma kalam ushlamanga tashlaydi, lekin nima ma'noligini tushuna olmaydi bular. Короче, spawner sindiramiz va nihoyat 3 tasi qo'ygan ekan. Как раз adashsam bu hammasi to'g'ri keladi. Va portalga olg'a obunachilar. Dragon bizani kut. Oppa, biz dragonni enter dragonni yoniga boramiz. Qani obloqo. Qani ketdik bo'ldi. Qani dragonjon, sani bitta ya'ni kristallaringni sindirib chiqaman. To'xtanglar. Kristal sindirish nima kerak? Atashasan meni qilichimni udari Sharpness 32767. Agar men kelib turib dragonga bo'ldi. O'yin tugadi obunachilar. Dragon endi yo'q. Biz Minecraftni yutdik. Bu juda ham qiyin va uzoq tomosha bo'ldi. Va nihoyat bu XP ni hammasini yig'ib olaman va Ender Dragon tuxumini ham oyat to'rchi. Ender Dragon tuxumini ham olib ketamiz. Qani, bo'lmasam tushamiz va Dragon tiga qanaqadir tuxumini tiga qanaqadir bo'lmag'ir bo'lib qo'yish kerak. Kelaylardan ko'ra knopka yasaymiz. Qani knopka, mana knopka bor. Shu knopkani tiga qo'yamiz va sindiramiz. Va bizda Dragonning tuxumi bor obunachilar. Va nihoyat Dragonning tuxumi bizda obunachilar. Ko'rib turganinglarda bizda obunachilar Dragonning tuxumi turibdi. Agar sizlarga bugungi videomiz yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lish, esdan chiqmasa obunachilar, bunaqa videolar hali oldinda. Hammasini Kaser kanalida bilib olishingiz mumkin. Va hammaga xayr deb qolaman. Video tugadi.